O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi, Dehqonobod tuman madaniyat bo'limi matbuot xizmati. Aziz vatandoshlar, mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik to'yi arafasida turibmiz. Avvalambor biz mana shu eng go'zal, muqaddas bayram hisoblangan yurtimizning 35 yillik bayrami barcha ahlimizga, O'zbekiston xalqiga, vohamizga, Dehqonobod tumanida istiqomat qiladigan barcha aholiga muborak bo'lsin deyman. Bu tarix oldida 35 yillik nihoyatda qisqa vaqt. Lekin biz mana shu yurtboshimiz rahbarligida 35 yil davomida juda katta islohotlarni, juda katta yangiliklarni amalga oshirganiga guvoh bo'ldik. Birgina ta'lim sohasida, madaniyat sohasida, tibbiyot sohasida va boshqa sohalarda aytsangiz ham hammasida o'zgarishlar, islohotlar bo'ldi. Bu avvalambor nimaning dalolat beradi? Bu avvalambor yurtning tinchligi, xalqimizning farovonligi, yurt ravnaqi yo'lida mehnat qilayotgan mana shu mehnatkash, zahmatkash xalqimizning birdamligidan bir guvoh deb bilaman. Mana shu bayram arafasida bugun to'lqinlanib turibmizki, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov shu vatanimiz haqida shunaqangi bir to'lqinlanib she'r bitganlar. Yurtdoshim bog'ingga bir nihol qada. Bu nihol nomini yaxshilik ata. Niholing yoniga bir gul ekib qo'y. Bu gulning ismini go'zallik deb qo'y. Gulu niholingga baxsh etib hayot suv ber va bu suvga mehr deb qo'y nom. Sendan farzandingga bog' qolsin ey do'st, bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st. Vatanimizning mustaqilligi hammamizga muborak bo'lsin. Yuragimizda vatan madhi, qo'limizda milliy sozimiz bilan xalqimiz xizmatidamiz. Quchog'i bog'i bo'ston, betakror jannat makon. Quchog'i bog'i bo'ston, betakror jannat makon. Seni tan oldi jahon, mustaqil O'zbekiston. Mustaqil O'zbekiston. Seni tan oldi jahon, mustaqil O'zbekiston. Mustaqil O'zbekiston. Allomalar beshigi, bag'ri dunyo eshigi. Allomalar beshigi, bag'ri dunyo eshigi. Madhiyasi qo'shig'i, mustaqil O'zbekiston. Mustaqil O'zbekiston. Madhiyasi qo'shig'i, mustaqil O'zbekiston. Mustaqil O'zbekiston. Dehqonobod tumani madaniyat bo'limi barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etadi. G'ururimiz, shon-sharafimiz bo'lgan istiqlolimiz mangu bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar.